Kim o'zi Lola? 1,5 yildan beri mana shu Lola bilan gaplashib yuribsiz. Menga qara, telefoningni ham besor otasan meni. Men kimni xiyonat qiladigan darajada nima yomonlik qilyapman? Sen o'zingni bilib olgan, kelinlik vazifangni bilib olgan. Ertalab 11 da turasan, bolalarga choy damlaysan, uxlagan. Nima menga yaxshi gapiryapsanmi? Kelinlik vazifasini nima aloqasi bor siz xiyonat qilishingizga? Menga qara, hattoki onamga ham yaxshi gapirmaysan. Bitta uxlab qolganimga shuni aybimni yuzimga solishingiz kerakmi? Ha, tinchlikmi? Ketaman, yashamayman men siz bilan. Qayoqqa ketasan? Uyimga ketaman. Ketishingdan oldin mana uyingga borib, seni kimligingni, shallaqligingni, oyingga, qanaqizligingni hammasini aytaman. Yurmamin da. Kelinglar. Menga qarang, men bu qizingiz. Men biz Lolangiz kim? Namicha sizga yozaveradi. Voy, onasi, o'zingni bosib ol. SMS oxirigacha o'qimabsan-ku, onasi. Men bilasan, san'atkorman. Menga har xil qizlar yozadi. Men bitta qaragin, men bitta qara. Tegida ayolim bor, menga yozmang deb yozgan onasi. U keyin sal bosib ol. Bilib qo'ygan, mana shu yer sharida nechta qizlar bo'lsa, o'shaning ichidan seni tanlaganman. O'sha nechta qizingni chiroylisini, krasavitsasini olib kelib qo'ysang, mana shu qo'lingni tirnog'ini kirib ol, ichida kirib. Shunga ham alishmayman hech qachon. SMS oxirigacha o'qiganda onasi, men seni sevaman bilasan. Hozirgi kunda erkaklar narxi shunaqa arzon bo'lib ketganmi deyman, ayol kishi bilan temi tegtalashadi-ya. Chiroyli tushuntiring. Hali bu narsani tushuntirsa bo'ladi. Ayol kishi qulog'i bilan sevadi.